Adenoid oldirgandan so'ng qanday holatda yana qaytalanadi deb so'rashibdi. Adenoid o'sishiga olib keluvchi quyidagi sabablar bor. Birinchi sababi narkozsiz olinishi. Sababi narkozsiz olinsa, bola shifokor bolaga xalaqit beradi va adenoid bezini toza, to'liq olish imkoniyati bo'lmaydi. Undan tashqari bolaga psixologik ta'sir ko'rsatiladi. Ikkinchi sababi adenoid turgan joydan adenoid bezga o'xshash har xil turli xil o'smalarni o'sib chiqishi. Buni tekshirish uchun operatsiya paytida adenoiddan bir qismi olinadi va maxsus tekshiruvga jo'natiladi. Mikroskopda shifokor gistolog tekshiradi va bizga adenoid vegetatsiyasi ekanligi haqida shunaqa maxsus hujjat jo'natishadi. Adenoid qayta o'smasligi uchun to'g'ri shifokor va to'g'ri usulni tanlash kerak. Shaxsan o'zim adenoidni shunaqa kamerada ko'rib, Pever apparatida olaman. Qayta o'smasligi uchun esa qolgan qismini va qonamasligi uchun lazerdan kuchli bo'lgan koagulyator apparatida kuydirib chiqaman. Bu usul bola organizmi uchun xavfsiz, zararsiz, tez, oson bo'lgani uchun shu usuldan foydalanaman. Eng asosiysi operatsiyadan keyin bola hech qanday og'riq sezmaydi. Adenoid qayta o'sishiga yana bir sabab bola organizmida virusli bo'lishi. Qanday virusligini kommentariyada yozib qoldirdim. Yuqorida aytilgan sabablarni to'liq bajarsangiz 99% holatda inshaalloh adenoid qayta o'smaydi. Bolajonimiz mazza qilib operatsiyadan keyin burundan erkin nafas olib uxlaydi. Quyidagi raqamlar orqali qabulga yozilishingiz mumkin.